Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Bugun o'zimdagi katta-yu kichik gullarim haqida video obzor tayyorladim. Sababi ba'zi obunachilarimiz qolgan gullaringiz haqida ham ko'rsating, videosini ko'rsating, obzor qilib bering deyishganiga ko'rishlaring mumkin. Har xil kaktuslar, pedilantuslari, masalan, sanseveriyalar, Zamioculcas monstera, Ficus benjamin, undan tashqari oq yangi sanseveriya xarid qildim bozordan va uni ko'paytirdim. Yaxshi o'sib ketsa albatta natijasini sizlarga ham ko'rsataman. Monstera albam bor edi, bittagina qolgan edi urug'latishga, uni ham shoxlarga maydalab ko'paytirdim. Xudo xolasa o'sib ketsa, buni ham albatta sotuvga chiqaramiz. Xlorofitumlarim ko'p, Zamioculcaslarim ko'p. Bular bilsalaring juda ham parvarishi oson, o'stirish oson. Shunchaki suv quyasiz, salqin, yorug' joyga qo'yasiz, bo'ldi. Boshqa ishi yo'q, o'zini ishini bilib qilaveradi. Ya'ni o'sha xonaga olib kirilganda qishda ham bizni kislorod bilan xonalarimizni boyitadi. Undan tashqari bir gap aytmoqchi edim. Shu kunlarda yaqinlarimiz, tanishlarimiz, obunachilar basu aytishibdiki, shu gullarni obzor qilib, video qilib chiqqanimni ham bir malomat qilishibdi-da. Ayol kishilarga o'xshab video obzor qilib, gullarni ko'rsatib yuribdi ekan, gul sotyapti ekan, har xil gaplar endi. Ularga nima deymiz endi? Hamma bug'doy man somon, hamma yaxshi man yomon degan ustozimiz aytgandilar, mayli. O'zimizni ham Xudo gunohlarimizni kechirsin. Qanaqa gullar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Hammasi mana shu o'zimdagi borlarni narxini kelishib qolsangiz sotaveraman, katta-yu kichigini. Lichkaga yozinglar, zakaz qilinglar, Telegram bor, bemalol murojaat qilaveringlar. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib, sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'ysalaring. Bundan ham yaxshiroq videolarni qo'yib boramiz. Unaqa har xil gaplarga parvo qilmaymiz. Hammalaringiz sog'lik.